turibsan? Nima bu ahvol? Nima jinnilik qilyapsan? O'ldiraman. Xiyonatkori jazosi o'lim. O'zingnimi? Achimaysanmi? Avval sizni, keyin o'zimni o'ldiraman. Yaxshi reja. Lekin ikkalamiz o'lsak, qizimizning taqdiri nima bo'ladi? Bu savolni Zebo bilan xiyonat qilishdan oldin o'ylash kerak edi. Ayb o'zingda jonim. Nega dardingni begonalarga doston qilib yuribsan? Siz bu darajada pastkashlik qilishingiz tushimga ham kirmagandi. Lekin sen anglab yetmaydigan bir haqiqat bor. Haqiqat yo'q dunyoda. Sarvinoz, seni rostdan ham yaxshi ko'raman. Bu qanaqa muhabbat o'zi? Menga tushuntiring. Yaxshi ko'rgan odamini baxtsiz qilish mumkinmi? Sizni qanchalik sevgan bo'lsam, hozir shunchalik nafratlanib ketyapman. Sarvinoz, bilaman, sen hozir alamzadasan. Lekin men senga xiyonat qilmadim. Bu qo'lingdagi surat Photoshop haqiqiy emas. Yaxshilab qaragin. Qara, ishonasan o'zing. Ha? Samiza xonimani o'ldirmoqchi.